Assalamu alaykum qadarli savoqdoshlar. Shu vaqtdan xayrlik bo'lsin. Bugun hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimizning 38 darsini o'tamiz. 38 darsimiz miqdor so'z turkumi haqida. Darsimizni boshlashdan burun o'tgan soatlik darsimizning oxirida so'rab o'tgan savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. O'tgan soatlik savolimiz sonning alohida qo'llanishi qaysi turlarni o'z ichiga oladi? Bu savolning javobi. Bu savolning javobi sonning alohida qo'llanishi sonning bevosita ismlashishi, sonning bevosita almashishi, sonlarning vaqt ismi bo'lib kelishi, sonlarning yoshni ifodalab kelishi, sonlarning nomerini bildirib kelishi, sonlarning xona ismi bo'lib kelishi, sonlarning harakat miqdorini bildirib kelishi va bir sonning boshqacha qo'llanilishini iborat mushtarlarni o'z ichiga oladi. Endi bugungi darsimizga kelsak, eng avval miqdorning ma'nosini ko'rib chiqamiz. Undaqda miqdorning ma'nosi nima? Miqdor shaylarning va harakatning hisoblash birligini bildiradigan so'z turkumi. Tuvalik so'z birikmalarining ichidagi ostiga chizilgan so'zlar miqdor hisoblanadi. 5 nafar odam, ya'ni bu yerdagi miqdor so'z bo'lsa, nafar, 2 dona ketman, 100 kilometr yo'l, 2 nusxa gazet, 1 siqim gazir, 1 yutum suv, bir selim çay, bir çimdim un, 5 tangaq mal, 3 dal beliq, 4 sandık kitap degandek muşu söz birikmelerinin içideki nefer, dane, kilometr, nusxa, sıqım, yutum, selim, çimdim, tangaq, tal, sandık degandek muşu sözlerin hamısı miqdar söz türküme kirdiğen sözler hesaplanıdı. Bulardan başka 5 saat işlemek, 3 qetim barmak, 10 gün turmak qatarlıq bu xil so'z birikmalaridagimu soat, qitim, kundan iborat mush so'zlar miqdor so'zlarga kirdi. Undaqda miqdor degan nima? Miqdor deganimiz shaylarning va harakatning hisoblash birligini bildiradigan so'zlar miqdor deyiladi. Masalan, uning sumkasidan 5 parcha kitob, 3 tal qalam, 2 nusxa jurnal, 1 qop kempir chiqdi. Bu jumladagi parcha, tal, nusxa, qop degan so'zlarning hammasi miqdorlarga kirdi. Əmdi miqdarlarının türlері kelsak, miqdarlar kelish manbasiga qarab, xos miqdarlar va ko'sh miqdarlar deb ikkiga ayrıladi. Xos miqdarlarga chimdim, yutum, siqim, qitim, navbat degandek mushkil miqdarlar xos miqdarlarga kirdi. Bir sanduq meva, bir eg'iz uy, ikki chinosh degandek mushkil so'z birikmalarining ichida kelgan sanduq, eg'iz, china degandek mushkil miqdarlar bo'lsa, ko'sh miqdarlarga kirdi. Endi bularni tafsiliy ko'rib o'tsak, xos miqdorlar va ko'sh miqdorlar bularning ichidagi xos miqdorlar degan nima? Xos yoki asosan miqdor rolida keladigan so'zlar xos miqdorlarga kirdi. Masalan, tonna, kilogramm, gram, chorak, qadoq, chaqirim, kilometr, metr, santimetr, g'irich, litr, nafar, dona, bog'lam, tal, chimdim, yutum, siqim, qitim, navbat degandek mushkil xos yoki asosan yani cümlede asasen miqdor rolida kelgan so'zlar xos miqdorlarga kirdi. Endi ko'sh miqdorlarni ko'rib o'tsak, Uyg'ur tilida belgilik sig'imi bor shaylarni va vaqtni bildiradigan ismlar miqdor vazifasi kelishi mumkin. Ismlar miqdor vazifasi kelgan vaqtda o'zining ism xos xususiyatlarini yo'qotib, miqdorga xos xususiyatlarga erishadi. Ya'ni shay'i uqumni bildirmasdan miqdor uqumini bildirdi va miqdorga xos grammatikalik shakllar bo'yicha turlanadi. Shunga mushundaq miqdor vazifasiga ega ismlarni ko'sh miqdor deb ataymiz. Tuvandagi ostiga chizilgan so'zlar ko'sh miqdorlar hisoblanadi. Bir sanduq kitob, bir eg'iz uy, 2 chini choy, bir mashina ko'mir, bir qo'shiq tuz, bir sinf o'quvchi, 5 yil ishlamak, 4 kun turmak degandek sanduq, eg'iz, china, mashina, qo'shiq, sinf, yil, kun degandek mushkil so'zlar odatdagi normal ahvollarda ism rolida kelgan bo'lsa, bu xil so'z birikmalarda va jumlalarda ko'sh miqdor rolida kelgan. Miqdorlarning kelish manbasiga qarab bo'linishini ko'rib chiqdik. Endi miqdorlarning turlari, ma'nosi va birikish iqtidoriga qarab shay miqdorlari va harakat miqdorlari deb ikkiga ayrıladi. Shay miqdorlari deganimiz ismlar bilan birikib shayning hisoblash birligini bildiradigan miqdorlar shay miqdorlariga kirdi. Masalan, 2 tallim, 3 eg'iz uy, 1 qur kiyim, 2 mashina ko'mir, 5 tonna bug'doy, 3 tag'ar un, 20 metr raq, 4 litr süt, 50 kilogram go'sht degandek mushadagi tal, eg'iz, qur, mashina, tonna, tag'ar, metr, litr, kilogram degandek mushkil miqdorlar shaylarni hisoblash birligini bildirib kelganligi uchun shay miqdorlariga kirdi.
Hərəkət miqdarları deganimiz bolsa, fe'llar bilan birikib hərəkətning hisoblash birligini bildiradigan miqdarlar bolsa, hərəkət miqdarlariga kirdi. Masalan, 2 qatim barmaq, 3 meydan o'ynamoq, 2 soat so'zlashmak, 5 yil o'qimoq, 10 minut dam olmoq degandek mushkil so'z birikmalardagi qatim, meydan, soat, yil, minut degandek miqdorlar bo'lsa, barmoq, o'ynamoq, so'zlashmak, o'qimoq, dam olmoq degandek fe'llar bilan birikib kelib mushkil hareketlerinin hesaplash birligini bildirganligi uchun bular harakat miqdorlariga kirdi. Endi bularning ichidan shay miqdorlarimi o'z ichida ma'nisiga qarab, sanoq miqdorlari va o'lcham miqdorlari deb ikkiga ayrıladi. Sanoq miqdorlari bo'lsa tuvandikicha bo'ladi. Sanashq bo'lgan shaylarning gavda birligini bildiradigan miqdorlar sanoq miqdorlariga kirdi. Uyg'ur tilida sanashq bo'lgan nurg'unlagan shaylarning sonini bevosita son bilan ifodalash bo'ladi. Masalan, 2 nafar o'quvchi, 4 dona o'rindiq, 1 tub olma, 2 parcha kitob degandek mush so'z birikmalariki nafar, dona, tub, parcha degandek mushkil miqdorlar bo'lsa sanoq miqdorlari hisoblanadi va bu yerda ko'rsatilgan shaylar bo'lsa sanashq bo'lgan shaylar hisoblanadi va deyilib o'tgandek mush shaylarning sonini bevosita son bilan ifodalash bo'lg'achqa bu xil miqdorlar balki jumlada yoki so'z birikmalarida tushib qolishi mumkin. Ya'ni 2 o'quvchi, 4 o'rindiq, 1 olma, 2 kitob degandek mushkil shaklda miqdorlarni tushirib qo'yib qo'llanishga bo'ladi. Endi o'lcham miqdorlariga kelsak, sanashq bo'lmaydigan shaylarning hisoblash birligini va sanashq bo'lgan shaylarning gavda birligidan boshqa o'lchamdagi hisoblash birligini bildiradigan miqdorlar bo'lsa, o'lcham miqdorlariga kirdi. Masalan, 1 cherak suv, 1 qop saranga, 1 xalta un, 1 botilka sut, 100 kilometr yo'l degandek mushkil sanashq bo'lmaydigan shaylarning hisoblash birligini bildiradigan va bundan boshqa 1 sinf o'quvchi, 1 mashina odam, 1 itiz ko'chat degandek sanashq bo'lgan shaylarning gavda birligidan boshqa o'lchamdagi hisoblash birligini bildiradigan miqdorlar bo'lsa, o'lcham miqdorlariga kirdi. Endi miqdorlarning grammatikalik xususiyatlarini ko'rib chiqsak, miqdorlarning grammatikalik xususiyatlari tuvandikicha bo'ladi. Birinchi, bir qism miqdorlar lab qo'shimchasining qo'shilishi bilan ravishlashishi va holat sifatida fe'llarga beqinib kelib, fe'l ifodalagan harakatning shu miqdor bo'yicha o'rinlanishini bildirdi. Masalan, kesal jinglab kirib, sarlab chiqdi. Bu maqoldagi jinglab, sarlab degan miqdorlar lab qo'shimchasining qo'shilishi bilan ravishlashgan va holat sifatida oq tarafidagi kirmak, chiqmoqdan iborat mush fe'llarga beqinib kelib, fe'l ifodalagan harakatning shu miqdor bo'yicha o'rinlanishini bildirib kelgan. Bir shaharda bo'lsaqmi, ba'zida oylab ko'risholmaymiz. Bu jumladagi oy degan ism miqdor rolida kelgan va lab qo'shimchasining qo'shilishi bilan ravishlashgan va holat sifatida ko'risholmay qilishdan iborat fe'lga beqinib kelib, fe'l ifodalagan harakatning shu miqdor bo'yicha o'rinlanishini bildirgan. Bu narsa bizda ko'p mashinalar to'shibmi tugatalmaysan. Bu jumladagi mashina degan ism miqdor rolida kelib, lab qo'shimchasining qo'shilishi bilan ravishlashgan va holat sifatida to'shib tugatmakdan iborat fe'lga beqinib kelib, fe'l ifodalagan, ya'ni to'shib tugatishdan iborat fe'l ifodalagan harakatning shu miqdor bo'yicha o'rinlanishini bildirgan. Ikkinchi, miqdorlar hisoblash birligini bildiradigan so'z turkumi bo'lganligi uchun odatda sonlar bilan birikib, son miqdor birikmasi shaklida qo'llaniladi. Shunga miqdorning grammatikalik xususiyati ustida so'zlagan vaqtimizda asosan son miqdor birikmasining grammatikalik xususiyati ustida to'xtalamiz. Son miqdor birikmasi tuvandagidek grammatikalik xususiyatlarga ega. Birinchi, son miqdor birikmasi miqdorlarga sanoq son va mo'ljar sonlarning aniqlovchi bo'lib kelishidan hosil bo'ladi. Cha yoki dek qo'shimchasi orqali yasalgan mo'ljar sonlar va taqsim sonlar miqdor bilan birikkan vaqtda sondagi qo'shimcha miqdorga yetkaziladi. Yaqin, ortiq so'zlar bilan yasalgan mo'ljar sonlar miqdor bilan birikkanda bo'lsa, yaqin, ortiq so'zlar bo'lsa miqdorga yetkaziladi. Masalan, 5 tal arg'amcha, 2 qatim barmoq, necha metr raq, 2-3 tub daraxt, 1 chinichi suv, 2 oychi turmoq, 2 kilodan ortiq go'sht degandek mushkil so'z birikmalarida son miqdor birikmasi miqdorlarga sanoq son va mo'ljar sonlarning aniqlovchi bo'lib kelishidan hosil bo'lgan. Ya'ni bu yerdagi 5 tal bo'lsa, 5 degan son tal degan miqdorni aniqlab kelgan, 2 qatim bo'lsa o'xshashla 2 degan son bo'lsa, qatim degan miqdorni aniqlab kelgan. Buning orqasidagi necha metr, 2-3 tub degandek mushkil so'z birikmalarida, ya'ni son miqdor birikmalarida o'xshashlar aniqlovchi bo'lib kelgan.
Bir çenet su, 2 ayçı turmaq, 2 kilodan artıq göç degəndək bu xil söz birikmələri bolsa, çə qoşumçisi və artıq degan sözlər bolsa, sanlardan miqdarlarga ötkəlgən. Dərəcə sanlarmı bəzi miqdarlarını aniqlab, san miqdar birikməsi hasil qilish mümkün. Məsələn, 2-ci qatım barmaq, 1-ci meydan kino degəndək muş xil dərəcə sanlar, yəni 2-ci, 1-ci ibarət dərəcə sanlar miqdarlarını aniqlab, muş xil san miqdar birikmələrini hasil qılğan. San miqdar birikmelerinin alaylıgidan ikkinchisi san miqdar birikmesi cümlede isim birikmelerine beqinib aniqlovchi bo'lib keladi. Fe'l birikmelerine beqinib bo'lsa holat bo'lib keladi. Masalan, 5 dal arg'amcha, 10 kilo qo'ymayi, 2 quta qizil rang degandek bu so'z birikmelerida bo'lsa, 5 dal degan san miqdar birikmesi arg'amcha degan ismni aniqlab kelgan. 10 kilo qo'ymayi deganda bo'lsa, 10 kilo degan san miqdar birikmesi qo'ymayi degan ism birikmesini aniqlab kelgan. 2 quta qizil rang degan so'z birikmesi bo'lsa, 2 quta degan son miqdor birikmesi, qizil rang degan ism birikmesini aniqlab kelgan. 5 yil o'qimoq, 3 qatim qatnashmoq degan bu so'z birikmelari bo'lsa, 5 yil, 3 qatim degan son miqdor birikmelari o'qimoq, qatnashmoqdan iborat fe'llarga beqinib holat bo'lib kelgan. Üçüncü son miqdor birikmesi ismning üçüncü shaxs tavalli qo'shimchasi bilan birikib almashishdi va kontekstda ma'lum bo'lgan bir shayning yoki eglik kelishda aniqlovchi bo'lib kelgan ism ifodalagan shayning shu son miqdor birikmasi ifodalagan ko'plik qismiga vakillik qilib ism rolini o'ynaydi. Masalan, jami 4 tonna ko'mir ishgan, 3 tonnasini sen al, 1 tonnasini men olay bu yerdagi 3 tonnasi va 1 tonnasidan iborat son miqdor birikmasi üçüncü şəxs təvəli qoşumçusu bilan birikib almashlaşqan və bu yerdəki kömür degan ismni o'rnida almışıb kelgan. Bu yağaçlarning 10 tili qarag'ay, 5 tili terak, 8 tili qaryag'aç bu jumladagi 10 tili, 5 tili, 8 tilidan iborat shu son miqdor birikmasi ismning üçüncü şəxs təvəli qoşumçusu bilan birikib almashlaşqan və yağaçlarning, ya'ni egilik kelishda aniqlovchi bo'lib kelgan ismi ifodalagan shayning shu son miqdor birikmasi ifodalagan ko'plikdagi qismiga vakillik qilib ism rolini o'ynagan, ya'ni yog'ochdan iborat ismning o'rniga almashib kelgan. Bu yilgi musobaqaning 5 qatimliq basketbol, 3 qatimliq futbol musobaqasi bo'ladi ekan. Bu jumladagi 5 qatimliq, 3 qatimliqdan iborat son miqdor birikmasi yana o'xshashla ismning 3-chi shaxs tavalli qo'shimchasi bilan birikib almashlaşqan va musobaqaning iborat eglik kelishda kelgan ismning o'rniga almashib kelib, bu jumlada ismga vakillik qilib kelgan va almashlaşqan. Bulardan boshqa Uyg'ur tilida shaylarning birlik miqdorining bosita so'z bo'lgan vaqtda shu miqdorning bir soni bilan birikish nasib bo'lgan son miqdor birikmasining almashlaşqan shakli qo'llanildi va ko'p hollarda bir son tushib qilib miqdorning o'zi keladi. Masalan, bu nechbitning 1 kilosi nech bo'l? Bu jumladagi 1 kilosi degan son miqdor birikmasidan 1 degan son tushib qilib faqat miqdorlam kelsinmi, bu jumlaning ma'nosi o'zgarmaydi. Ya'ni bu nechbitning kilosi nech pul shaklida kelsin bo'ladi. Bu raqtning 1 metri 6 dollar ekan. Bu yerdagi 1 metrdan iborat son miqdor birikmasidagi 1 soni tushib qolsin bo'ladi. Tuxumning bir danasi qancha pul? Bu yerdagi 1 danasidan iborat son miqdor birikmasidagi 1 sonimi tushib qilib miqdorning o'zlam kelgan. Bu soatda miqdor so'z turkumini ko'rib chiqdik. Uyg'ur tili to'g'risidagi grammatik kitoblardan ko'pinchisida miqdorlar bir so'z turkumi hisoblanmaydi. Ya'ni miqdorlar ayrimlar bir yon bo'lak hisoblanadi. Lekin yuqorida ko'rib o'tganimizdek, Uyg'ur tilida miqdor so'zlar oz emas, ya'ni Uyg'ur tilidagi miqdorlar intayin ko'p. Ular mayli ma'no jihatdan bo'lsin yoki grammatik jihatdan bo'lsin, o'ziga xos alohidligiga bo'lib, ayrim bir so'z turkumi bo'lishga butunlay loyiq. Agar grammatikada miqdor degan bir so'z turkumi ajratilmasa, birinchidan tonna, kilogram, sar, misqol, chimdim, chishlam, chaqirim qatorliq nurg'unlagan, ya'ni bulardan boshqa nurg'unlagan xos miqdorlarni hech qanday so'z turkumiga kirgizgil bo'lmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Chunki ular shayni bildirmaydiganligi, son, tavallik va kelishlar bo'yicha turlanmaydiganligi bilan ismdan farqlanadi. Shaylarning belgilik sonini bildirmaydiganligi bilan sonlardan farqlanadi. Son tarafidan aniqlanadiganligi va daraja bo'yicha turlanmaydiganligi bilan sifatlardan farqlanadi. Shuning uchun biz bu miqdorlarni ayrim bir so'z turkumi deb hisoblaymiz. Endi bugungi darsimizning eng oxirida miqdorlarning yozilishini ko'rib o'tamiz. Uyg'ur tilida bir qism shay miqdorlari me, im, am, qo'shimchalarining yordamida fe'ldan miqdor so'zlar yozildi. Masalan,
Çimda degan fe'ilga me qo'shimchasining qo'shilishi bilan chimdam, ya'ni shay miqdori yasalgan. Tut degan fe'ilga bo'lsa, am qo'shimchasining qo'shilishi bilan tutam degan shay miqdori yasalgan. Yut degan fe'ilga un qo'shimchasining qo'shilishi bilan yutum degan shay miqdori yasalgan. Chaqir degan fe'ilga im degan qo'shimchaning qo'shilishi bilan chaqirim degan shay miqdori yasalgan. Bulardan başqa bəzi miqdarlar analitik usulda yazıldı, yəni analiz qilish usuli bilan yazıldı. Bir aş pişim vaqt bu yerdagi aş pişim mushu söz birikmasidagi miqdor hisoblanadi. Atlıq bir kunlik yo'l bu söz birikmasidimi o'xshashlar kunlik degan so'z miqdor ma'nosida kelgan. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi savolni so'rab o'tamiz. Xos miqdor va ko'chma miqdor degan nima? Bu savolning javobini YouTube videomizning ostidagi baho qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.